Balonni mana shu ximiyani sepaman. Bo'ldi. Mana shu ximiyada ishqalab tashlayman mana shundoq. Balonni ximiya sepishdan oldin diskaga ham ishlatsangiz bo'ladi. Men o'zim ko'p videolarimda mana shuni ko'rsataman. Diskani ham yuvsa bo'ladi, balonni ham yuvsa bo'ladi. Rezultati buni ham ideal bo'ladi. Sariq shotkan olib berib, chet sarig'ini, keyin obshivkasini mana shunaqa chetlariga bundoq sepib, qorayib ketgan bo'ladi ko'pchilikda. Endi meniki oppoq tez-tez yuvib turaman mana shu narsada. Mashinani ham ishlatsangiz bo'ladi ximiyasini. Sirrazu ko'pirib ketadi mana. Artib olgin bitta. Mana. Mana shunaqa matiga holatni beradi. Kir bo'lib ketgan bo'lsa, buni ham bitta artib buni ishqalab yuborasiz. Ximiya tak bertir. Buni bitta artib yuboramiz. Agar rul menda endi sal yartillashga ulgurmagan, rulingiz ham yartillab ketgan bo'lsa, rulga ham ishlatib yuborasiz. Rulni ham matiga qilib beradi. Sirrazu artasiz. Nomi bekorga universal deb qo'ymaganda, o'rislar Rossiyaniki ishlab qo'ygan lekin hamma narsaga. Men imенно shu diskalarga, uydagi oyoq kiyimlarimga mana shuni ishlataman. 40 ming so'mdan nalichada bor o'zimizda.